Assalomu alaykum azizlar. Shotlandiya manzaralaridan bahramand olgan paytinglarda sizlarga Buyuk Britaniyadagi energetika narxlari haqida gapirib o'tmoqchiman. Hammaga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Demak, avvalambor Buyuk Britaniyada 1 kilovat elektr energiyaning narxi o'rtacha 35 Amerika sentini tashkil etadi. Bu degani taxminan 4,5 ming so'm atrofida. Endi solishtiradigan taqqoslash uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 kilovat energiya narxi 15 sent atrofida, Xitoy Xalq Respublikasida bu narx 8 sentni tashkil etadi. Shuning uchun ham o'zingiz amin bo'lishingiz mumkinki, Buyuk Britaniyadagi ishlab chiqarish narxlari Xitoydagidan bir necha barobar qimmatga tushadi. Chunki energetika uchun tariflar o'ta muhim hisoblanadi. Buyuk Britaniya o'zini dunyo bo'ylab zero demak carbon emission deyiladi, ya'ni atrof muhitni ifloslantirishni minimallashtirish bo'yicha ilg'or texnologiyalar bilan ajralib turadi. Shu sababdan 2024-yilgi ma'lumotlarga qaraganda Buyuk Britaniyaning umumiy energetika ishlab chiqarishini 65% demak yangilanuvchi yoki atrof muhitga ziyon keltirmaydigan energiya manbalaridan kelgan va shundan 51% to'laligicha quyosh, shamol va boshqa tabiiy demak energiya ishlab chiqaruvchi manbalarga to'g'ri kelgan. Buyuk Britaniyani 1 yillik energiya uchun ehtiyoji 320 teravatni tashkil etadi. Bu degani 320 ming gigavat yoki 320 million megavatni tashkil etadi. Buyuk Britaniya shu sababli o'zini hududidagi juda ham ko'plab metal va og'ir sanoat tashkilotlarini yopish va boshqa mamlakatlarga ko'chirishga majbur bo'lgan. Chunki bunga sabab energiya ishlab chiqaruvchilarni va atrof muhitni ifloslantiruvchi manbalarga nisbatan atrof muhit solig'i o'ta baland bo'lganligi sababli energiyaning narxi o'ta baland hisoblanadi va hozirgi kunda demak ta'kidlab o'tganimdek 34 sent atrofida, Amerika senti atrofida yoki 4,5 ming o'zbek so'mida atrofida. Undan tashqari Buyuk Britaniyada turli xil tariflar mavjud energetikadan foydalanish uchun. Odatda 2 xil, ya'ni standart tarif deyiladi, ya'ni bir turdagi narx, ya'ni 35 sent atrofida iste'molchi har kilovat uchun to'laydi, yoki o'zgaruvchan tarif mavjud. O'zgaruvchan tarif pik vaqtlar va ishlatilmaydigan, qo'llanilmaydigan vaqtlar uchun 2 xil narx mavjud. Ya'ni taqqoslash uchun pik vaqtlar, ya'ni hamma energetikadan foydalanadigan vaqtlarda 1 kilovat energiya narxi 40-50 Amerika AQSh senti atrofida bo'lishi mumkin. Off peak times deyiladi, ya'ni bu talab yuqori bo'lmagan paytlar hisoblanib, bu odatda kechki 11 dan ertalab 7 gacha tashkil etib, u paytlarda demak 1 kilovat energiya uchun narx odatda 17 yoki 20 sentlarni, Amerika sentlarini tashkil etishi mumkin va ko'rib turganingizdek narx 2,5 barobar darajada tashkil etadi va shuning uchun juda ham ko'p demak asosiy shaharlarda yashovchi aholini qatlami mana shu kechki paytda energiyadan foydalanishadi va kirlarini va elektr jihozlaridan ko'proq foydalanishga harakat qilishadi. Umid qilamanki, bu ma'lumot hammaga qiziq bo'ladi. Energiyani qanchalik qimmatligini o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin. Shuning uchun Buyuk Britaniyada energiyadan juda ham ko'p foydalanmasdan oqilona yo'llarini o'ylab topishadi va oqilona foydalanishga harakat qilinishadi. Hammaga rahmat.